Assalomu alaykum. 8-sinf adabiyot darsligidagi mavzularni sizlarga audio variantini havola etamiz. O'quvchi va abituriyentlar uchun. Mehnatimizni qadrlagan holda videolarimiz ko'pchilikka tarqalishi uchun obuna va like bosishingizni so'rab qolamiz. Gafur Gulom 1903-1966 O'zbek adabiyotining yirik namoyandasi, O'zbekiston xalq shoiri, akademik Gafur Gulom hayoti va ijodi to'g'risidagi umumiy ma'lumotni siz avvalgi sinflardan yaxshi bilasiz. Shunday bo'lsa-da, bu ijodkor tarjimai holiga oid ayrim tafsilotlarni eslab o'tsak, foydadan xoli bo'lmaydi. Jahon va milliy adabiyotimiz tarixini kuzatib bir qonuniyatni o'zingiz uchun kashf etgan bo'lsangiz, ajab emas. U ham bo'lsa, aksariyat ijodkorlar adabiyotning muayyan bir yo'nalishdagi ijodiy yutuqlari bilan ko'proq dovrug qozonganidir. Ya'ni kimdir she'riyatda, kimdir nasrda, boshqa bir ijodkor esa dramaturgiyada ijodiy qanotlarni keng yoyadi. Xuddi shu tufayli ham Lev Tolstoy, Fyodor Mixaylovich Dostoyevskiy, Abdulla Qodiriy, Abdulla Qahhor deganimizda ko'z oldimizda epik, nasriy, janilar ustalari namoyon bo'lsa, Sergey Yesenin, Abdulla To'qay, Usmon Nosir, Hamid Olimjon nomi tilga olinganda beixtiyor she'r musiqasi qulogimizga chalinadi. Gafur Gulom misolida esa bu yozilmagan qonuniyatning har doim ham amal qilavermasligiga guvoh bo'lamiz. Ya'ni Gafur Gulom ham she'riy, ham nasriy janrlarda birdek muvaffaqiyat bilan qalam tebratdi, har ikki yo'nalishda ozdan nodir namunalar qoldirdi. Ayniqsa Ikkinchi jahon urushi voqealari, ko'rgiliklari Gafur Gulom qalbida o'chmas iz qoldirdi. Agar u Birinchi jahon urushi yillarida bolaligiga borib urushning butun dahshati va asoratlarini to'liq his qila olmagan bo'lsa, yangi urushni va uni qo'zg'aganlarni ijodkor o'zining shaxsiy, ashaddiy dushmani deb bildi. Shu yillari shoirning Sen yetim emassan, Oltin medal, Kuzatish, Vaqt, Sog'inish, Bizning ko'chada ham bayram bo'lajak, Men Yahudiy singari tom ma'nodagi mumtoz she'rlari dunyoga keldi. Shoir urush yillarida yozilgan she'rlari jamlangan Sharqdan kelayotirman to'plami uchun 1946 yilda davlat mukofotiga sazovor bo'lgandi.